Mana atirgulimiz o'rta qismi qotdi. Endi biz davomini qilamiz. Davomini biz ikkita xil rangda qilamiz. Juda ham chiroyli chiqadi. Bu butonimizni dumaloq yopib bo'lgani uchun birinchi o'rta qatlamlarini ko'p qilib olamiz. Mana qarang. Tekislaymiz. Lipestok qilamiz. Ozgina qalinroq bo'ldi, yana tekislaymiz. Mana bo'ladi kichkaligi. Kley suramiz. Ozginadan tepaga уже ko'tarishni boshlaymiz qo'limizni. Teylarga shu chiqsa hech narsa qilmaydi. Mana qaranglar, ozgina bukishni boshlaymiz. Keyingi qavatlari chiqquncha. Hali ikkinchi rangni qo'shmaymiz, hali ozgina vohli. Yana vanil qo'yamiz. Yana ozgina tepaga ko'tarishni boshlaymiz shu qilib. Bu uchlarini uchlik qilib olamiz. Teylarni ozgina buklab. Ko'p buklamaymiz, sekin-sekin ochamiz. Yana ikkitadan keyin o'sha rang qo'shsa bo'ladi. O'rtalariga bosib chiqarib olamiz. Ozgina o'sha ko'tarishni boshlaymiz. Mana yana ozginasini bosib olamiz. Chetlarini qayrib, bo'ldi shu asnoda ko'tarishni boshlaymiz. Endi rangimizga ozgina qo'shsak bo'ladi. Qanaqa qo'shamiz? Ozgina rozadan olamiz. Ozgina saridan. Bitta ikkita qilib olamiz. Rangi aralashi uchun. Aralash rang chiqdi. Endi yana bosamiz. Mana ko'rdinglar, har xil rangli chiqdi. Raznotsvet bo'lib qo'limiz chiqadi. Yana ozgina sariq, ozgina rozovoy. Bitta aralashtiramiz. Shunaqa qilib har xil rangli qilib chiqarsanglar bo'ladi. Eng chiroyli tarafini olib vanil ustiga qo'yasizlar. Ana bo'ldi. Endi kley suramiz. Mana как раз uchida rozovoy rangi bo'ldi. Teparoq qilib chiqaramiz. Hali atirgulimizni yoymaymiz, hali ozgina vohli. Katta buton qilamiz. Ozgina rozovoy, ozgina sariq. Ko'p aralashtirib olmaydi, bo'lmasa oranjovoy rang chiqib qoladi. Rangi yoqmasa, yana ozgina qo'shib qo'rsanglar bo'ladi. Zebra bo'lib chiqyapti o'zi ham. Sekin qo'shiramiz. Yana olamiz. Dumaloq qilib, rozovoy joyini tekislab. Rozovoy ichida bo'lib qoldi. Mayli chiqsa-yu, har xil chiqadi.
kley ustiga qilamiz. Mana ko'rib turganingizdek katta atirgulimiz chiqyapti. Endi qaraylik, lipestoklarni katta olishni boshlaymiz. Uzun lipestok qilamiz. Ichiga qo'yib olamiz. Endi butun uzuni bo'yicha yopamiz. Обязательно kley qilaylik, silidan chiqib qolmasin. Mana qaranglar, butun uzuni bo'yicha yopib chiqamiz. Teglari shart emas bir xil bo'lishi. Chunki har bitta bay yopishtirganingizda teglari ko'rinmay o'zi yopilib ketadi. Mana qaranglar, endi bo'ldi, sekin figura berishni boshlaymiz butonimizga. Altini sari, ro'y. Ozgina farqli qotib qolgan joyi bor ekan. Uni olib tashlaymiz. Voy, yana chiqarib olamiz. Mana uzunroq qilib, bet agar ortiqcha qotgan bo'lsa olib tashlasanglar bo'ladi. Mana sekin endi buklaymiz. Tekislaymiz. Tegini olib tashlaymiz. Endi bu yerdan sekin qo'yamiz. Tegi har xil bo'lsa hech narsa qilmaydi. Mana sekin uchidan buklaymiz. Mana shu bagiga yana bitta bag qo'shamiz-da, keyin sekin уже gulimizni ochirishni boshlaymiz. Mana qavatlarni yopamiz, chunki yopiq katta buton qilmoqchiman. Yarim ochilgan yopiq katta buton bo'ladi. Mana qaranglar, endi yana